Pedrining otasidan katta qarzi bor ekanligini bilasizmi? Siz like bosib obuna bo'ling, go'zal hikoya aytib beraman. Pedrining dadasi Fernando Gonzalez Kanar orollaridan bo'lib, yoshligida futbolchi bo'lish orzusida edi. Professional darvozabon sifatida karyera boshlash arafasida otasidan ayrilib qoladi. Juda erta yetim qolgan Gonzalez oilasidagi asosiy boquvchiga ham aylanadi. Futbolni tashlab ishlashga majbur bo'ladi. Unda boshqa variant ham yo'q edi. Pedri dunyoga kelgach, Fernando o'g'lining futboldagi yo'li uchun umrini sarflaydi, rejimi va o'qishini nazorat qiladi. U 10 yoshli o'g'li bilan mashg'ulotdan qaytar ekan, yosh Pedriga shunday dedi: "Kelishib olamiz. Sen futbolchi bo'lib ketsang, har bir yutgan sovriningni birgalikda nishonlaymiz." Bolakayga bu taklif juda ham yoqib tushdi. Oradan yillar o'tgach, Pedri professional futbolchi bo'lib yechdi. Millionlab pullar ishlab topdi. Zamonasining eng kuchli yarim himoyachisiga ham aylandi. Ammo bolalikdagi otasi bilan og'zaki kelishuvini bir soniya ham unutgani yo'q. Pedri har bir yutgan sovrinini otasi bilan alohida nishonlaydi. Dadasi darvozaga turadi, Pedri esa unga to'p, banan yoki suv solingan baklashkalarni farqi yo'q. Nimani bo'lsa ham otib ramziy ma'noda darvozaga yo'llaydi. Fernando Gonzalez esa ularni barchasini seyf yordamida bartaraf etadi. Bu odat Pedri va otasi o'rtasidagi o'ziga xos ritualga aylanib ketgan. Aynan shu uslubda nishonlashni ular mashinadagi suhbatlar davomida kelishib olishgan edi. Sayyoramizni ayni damdagi eng kuchli yarim himoyachisi kim? Kommentariyada izohlarni yozib qoldiring.